Aniqladik xo'jayin. Vohadan keverishda birinchi eng katta bozor Erkin savdo majmuasi ekan. Stoyankalari ham juda ham keng. Katta yuk mashinalar ham sig'ar ekan. Do'konlari faqat birinchi qavatda, ikkinchi qavatda skladlari bor ekan. Do'kon sotib olgan odamga sklad 1 yil davomida bepul ekan. Xo'jayin, har bitta do'konida televizor, konteyner, Wi-Fi'largacha bor ekan. Maishiy texnika bozori, qurilish mollari bozori bor ekan. Oziq-ovqat bozori ham bor ekan, xo'jayin. Yaqinda guruch bozori ham ko'chib ketdi. Shoshilmasak bo'lmaydi. Narxlar 20% ga oshar ekan. Erkin savdodan do'kon olaylik, xo'jayin. Yur o'zimiz olamiz. Erkin savdo majmuasi, sizning kelajak do'koningiz.